Obed. Akaratika bilan o'rdak go'shi. Hali yarim soatdan keyin tayyor bo'ladi. Ungacha men qo'llarni yuvib kelaman. Assalomu alaykum azizlar. Ko'pchilikning savoliga binoan ro'zada trenovka qilsak bo'ladimi yoki qanaqa payt qilsak bo'ladi degan do'stlarimizning savoliga binoan men o'zimni ro'zani birinchi kunda qilgan trenovkamni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Demak, hozir zalga tomon yo'l oldik. Yo'llar har doimgidek tirband. Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Bor yo'g'i bu yengil shamol. Buni yengil shamol deb hisoblaymiz. Oldinda bundan-da battar bo'ronlar keladi. Shunday qilib tirbandli bo'rondan o'tgan holatda yo'l yo'lakay sport do'koniga kirishga qaror qildim. Bu yerda meni shogirdim Sirojiddin totuvdi. Birgalikda do'konga kirdik. Va do'konda bizlarga kerakli bo'ladigan kerakli ozuqalarni tanlashga kirishib ketdik. Aka, shaftoli bormi? Afsuski, Chingiz so'ragan shaftoli bu yerda yo'q ekan. Shaftoli aka bozorda bo'ladi deb olishdi. Mayli, shaftoli bo'lmasa-da, shaftoli mazali protein toparmiz degan maqsadda do'konda sport ozuqalarini qidirishda davom etdik. Yana bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Bizlarga proteinni qaysi birini tanlashimiz kerak degan savolga ko'pchilik kazeinoviy protein yaxshiroq ro'za mahaliga deyishadi mana bunday. Lekin bitta porsiyada 26 gram oqsil. Bu bizga kamlik qiladi. Sababi bizga ko'proq oqsil kerak. Kazeinoviy oqsildan ko'ra izolat oqsilni olishga qaror qildim va uni oxir oqibat topdim. Mana sizlarga 132 gram oqsil. Va bu bizga 950 ming so'mga tushdi. Boshqa proteinlar bilan agar solishtiradigan bo'lsak ham dunyo brendligi ko'pchiligiga tanish bo'lgan brendlardan bittasi bu whey protein. Ham 24 gram oqsil bor, bu ham kam. Yana biri carnivore mass 26 gram oqsildan iborat ekan. Biz yana do'konda citrulin, betalanin, multivitaminlarni ham ko'rdik. Bu yoqda yana aminokislotalar bor, turli xil. Kreatinni ham ko'rdik, lekin biz keyinga olishga qaror qildik. Demak, biz bozorimizni qildik. Zalga qarab shoshilishda davom etdik, chiqib ketdik. Zalimizga roppa-rosa soatimizni qarasak, og'iz ochargacha yarim soatgina vaqtimiz bor ekan. Zalimizga bismillah deb kirdik va kiyimimizni alishtirdik. Shosha-pisha vaqtimiz juda ham kam edi. Razminkani qizdirish mashg'ulotlarini boshlab oldik. Roppa-rosa razminkamizga 5-10 minut, 10 minut aniqroq vaqtimiz ketdi. Rejada yugurdik, arg'onda sakradik. O'sha bilan